Обыщи меня, папочка. Я готова войти, малыш. Не сомневаюсь. Hammaga salom do'stlar, siz Kino Time kanalidasiz. Bugun biz sizlarga dramatik thriller Mare Kingston filmi haqida aytib beramiz. Filmda ayollar qamoqxonasida ishlaydigan tajribasiz yosh yigitni mahbusa ayollar talashishadi. Natijada esa yigit ayollarning bunday ochiq harakatlariga bardosh bera olmay, nihoyat ular bilan shu ishni qiladi. Voqealar rivojini albatta filmni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Video boshlanishidan oldin eslatib o'tamiz, agar film sizga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Filmning to'liq variantini esa Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Kanal silkasi описаниеda. Ekranga yaxshilab joylashib oling. Biz boshladik. Тут нет камер, никто нас не увидит. Ты что, совсем с катушек слетела? Да тут все это делают. Film erkaklar qamoqxonasida mahbuslar mashq qilayotgan sahna bilan boshlanadi. Oradan ko'p o'tmay signal chalinadi va barcha mahbuslarga kameralarga qaytish buyuriladi. Shu payt bir mahbus qo'riqchi Semni noqonuniy narsalarni olib kirishga majburlaydi. Agar Sem rozi bo'lmasa, uning kirdikorlarini fosh qilish bilan tahdid qiladi. Sem esa qo'rqib ketib, mahbus bilan jang qiladi. Ammo yuzdan jarohat olib, qattiq shikastlanadi. Keyinchalik shifokor ko'rigidan o'tib, yarasiga tikuv qo'yiladi. Boshqa qo'riqchilar, Tim va boshqalar undan nima bo'lganini so'rashganida, Sem bor haqiqatni aytmay, u ancha vaqtdan beri muammo chiqarib yurardi deydi. Well, son, your first mistake was allowing him into your space and not calling for backup then. Shunda boshliq Semni boshqa mahbuslardan himoya qilish uchun uni minora kuzatuviga yuborishga qaror qiladi. Bir necha kundan keyin Sem tomdaligida hovlida g'alati narsani payqaydi. U durbin bilan yaqinroq qarab, mahbuslar orasida janjal boshlanganini ko'radi. Shunda Sem tezda favqulodda signal tugmasini bosadi. Keyin minora yo'laklaridan qo'riqchilar kelib, maxsus qurollardan ko'zni yoshlantiruvchi narsalar otishadi. Lekin janjal hali ham tugamaganini ko'rib, Sem qurolidan ogohlantiruvchi o'q uzadi. Shundan so'ng mahbuslar biroz tinchlanishadi. Ammo ikki mahbus boshqa bir mahbusni ushlab, qorniga pichoq bilan bir necha bor zarba beradi. Vaziyatdan so'ng boshliq Mills, Ed Simmons va Tim yig'ilib, vaziyatni muhokama qilib, Semni ayollar qamoqxonasiga yuborishni buyurib, agar Sem o'sha yerda ham muammo chiqaradigan bo'lsa, ishdan bo'shatishini qo'shimcha qiladi. After the issue with Daryl Johnson, we felt it best he be separated from the inmates. Well, he certainly can't go back in the tower. Shunday qilib, Sem ayollar qamoqxonasiga o'tkazildi. Tushlik vaqtida Sem nazoratchilik qilayotganida, ayollar unga imo-ishoralar qilib, turli qiliqlar ko'rsatishadi. Ba'zilari esa ochiqchasiga o'sha ishga ishora qiladi. Так, дамы, вам в класс D13А. Заходите в аудиторию. Обыщи меня, папочка. Я готова войти, малыш. Не сомневаюсь. Shu payt Cherry ismli mahbusa ayol xonaga kirayotib, Semga iliq mulozamat qiladi. Shu payt qamoqxona boshlig'i Maria Molski Sem va Cherry o'rtasidagi haddan tashqari samimiy munosabatni ko'rib, Semning oldiga keladi va undan ayollar qamoqxonasiga seni kim yubordi va nega yuborishdi deb so'raydi. Sem esa erkaklar qamoqxonasidagi voqealardan keyin o'zini himoya qilish uchun shu yerga yuborilganini tushuntiradi. Maria esa uni ayollar qamoqxonasidagi mahbuslar ham erkaklardan qolishmaydi. Ular ham seni o'z foydalari uchun ishlatishga urinadi deb ogohlantiradi. Dam olish xonasida qo'riqchilar erkaklar qamoqxonasi bilan ayollar qamoqxonasini solishtirib gaplashib o'tirishmoqda. Sem hazillashib, bu yer erkaklar qamoqxonasiga qaraganda ta'tilga o'xshaydi. U yer haqiqiy jahannam deydi. Boshqa qo'riqchilar esa uni ogohlantirib, shoshma, kechasi nimalar bo'lishini ko'rasan. Ular yig'laydi. Turli achchiq taqdir hikoyalarini to'qib, seni jalb qilishadi. Bu qamoqxona ham xavfli, faqat boshqacha yo'sinda. Shuning uchun qoida asosida robotdek harakat qil, hech narsadan chetga chiqma deb maslahat berishadi. They're gonna cry, and they're gonna give you every sob story. There's guys in uniform having relationships with inmates. It's not just guys. Assholes come in every gender. Wow. This prison's dangerous in a different way. Tunda ular kameralarini tekshirib, birma-bir yopishayotganlarida bir mahbus telefon ishlatayotganini payqashadi. Sem esa keyingi kamerani yopishga buyruq oladi. Bu Cherryning kamerasi edi. Shunda Cherry Sem bilan nozik yarashma qilib, "Kirsang birga yotamiz" deydi. Все в порядке? Теперь да. Закрывай А-18.
Sem esa bunga e'tibor bermaslikka harakat qilib, eshiklarni yopadi. Ertasi kuni Sem xona eshigi yonida turganida, mahbusalar o'tib ketayotganida, bir ayol ataylab Cherryni Sem tomon itaradi. Cherry esa Semning kurtkasidan ushlab, kechqurun ko'rishamiz deydi. Buni ko'rgan Semning sheriga unga tanbeh berib, ular bilan bunday harakat qilma. Aks holda ular seni ojizligingdan foydalanishadi deydi. O'sha kechasi Sem chiroqlarni o'chirishni buyurib, keyin Cherryning kamerasiga keladi va uni ochiq holatda ko'rib qoladi. Sem his-tuyg'ularga berilib, unga uzoq tikilib qaraydi, lekin ular bu holat kamera orqali yozib olayotgan edi. Ertasi kuni Sem boshqaruv xonasidaligida Cherry g'alati harakat qila boshlaydi. Uning ahvoli yaxshi emas deb kimdir baqiradi. Sem kameraga kirganida Cherry o'zini qorni og'riyotgandek qilib ko'rsatadi. Shunda Sem, "Yura olasanmi yoki zambil kerakmi?" deb so'raganida, Cherry "O'zim yura olaman" deb javob beradi. Yo'lda ketishayotganida Cherry Semni zinopoy ostiga tortib, uni avray boshlaydi. U yerda kamera yo'q va bu joyni hech kim ko'ra olmaydi. Тут нет камер, никто нас не увидит. Ты что, совсем с катушек слетела? Да тут все это делают. Sem bir zum qarshilik qilishga harakat qiladi, ammo ayolning harakatlaridan bo'shalib, Sem tezda taslim bo'ladi va o'sha ishni qiladi. Ish avjiga chiqqanida, Cherry birdaniga tajovuzkor rolga kirib, yashirib qo'ygan qalamini olib, Semning bo'yniga bir necha bor zarba beradi. Keyin esa "Yordam beringlar" deb baqiradi. Cherry holatni Sem unga hujum qilgandek va o'zini himoya qilgandek qilib ko'rsatishga urinadi. Zinapoya ostidan sudralib chiqib, baqirib yordam so'raydi. Cherry odamlarni ishontirmoqchi, go'yoki qo'riqchi unga hujum qilgan. U esa zo'rg'a omon qolgan. Semning tajribasizligi va ishonuvchanligi uni zo'ravonlikka o'rganib qolgan mahbuslar uchun eng oson nishonga aylantirdi. What is it? O'limdan keyin inson ruhi bilan nimalar sodir bo'lishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Amerikalik bir guruh olimlar buni bilish uchun o'layotgan bemor ustida tajriba o'tkazishdi. Natijada esa dahshatli holatning guvohi bo'lishdi. Voqealar rivojini albatta videoni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. To'liq videolar esa Telegram kanalimizda, kanal slikasi opisaniyada. Diqqat, yuragi bo'shlar va homilador ayollar ko'rish tavsiya etilmaydi. Film Anna ismli shifokor bemorni ko'rish uchun palataga kirishi bilan boshlanadi, lekin bemor g'oyib bo'lgan edi. Keyin Anna nimalar bo'layotganini bilish uchun resepshinga boradi, lekin u yerdagi qizlar ham bemor haqida hech narsa bilishmasdi. Shu payt ulardan biri, "Balki morgdan izlab ko'rishimiz kerakdir" deydi. Anna esa qanday qilib bo'lmasin, bemorni o'lik yoki tirigini topishni buyurib, o'zi chekish uchun tashqariga chiqadi. Anna endi chekmoqchi bo'lganida kasalxonadan o'liklarni morgga olib boradigan maxsus mashina chiqayotganini ko'rib qoladi. Keyin Anna, balki ular uning bemorni olib ketayotgan bo'lishlari mumkin deb, mashina ortidan kuzatishga qaror qiladi. Nihoyat mashina qandaydir begona hududga kelib to'xtaydi. Anna esa ularning ortidan bino ichiga kiradi. Ichkariga kirgan Anna bu yerdagi yashirin va noqonuniy holatni ko'rib hayron qoladi. Keyin ishchilardan biri bu maxsus xona ekanligini va bu yerga begonalar kirish taqiqlanishini aytib chiqib ketishini so'raydi. Shunda Anna, "Bu yerga meni bemorim, meni roziligimsiz olib kelingan" deb bemorni qaytarishlarini talab qiladi. Aks holda politsiya chaqirishini aytadi. Keyin laboratoriya rahbari kelib, "Bemoringiz allaqachon o'lim yoqasida, lekin u o'limi bilan bizga o'limdan keyingi sirlarni ochishga yordam berishi mumkin" deb rejalarini tushuntira boshlaydi. Annaga maxsus xonani ko'rsatib, bu xona zamonaviy texnologiyalar bilan qoplanganini va u yerdagi magnit maydoni, ultra binafsha nurlar, xonadan havoni so'rib tashlash uchun maxsus pompa va boshqa ko'plab eksperiment uchun mo'ljallangan texnikalar haqida aytib beradi. Maqsad inson o'lganidan keyin uning ruhi bilan nimalar sodir bo'lishini bilish. Yana olimning aytishicha, bu kvant texnologiyasi bunday murakkab ishni qila olar ekan, lekin Annaga bu ishlar yoqmaydi va bemorini qaytib berishlarini talab qiladi. Shunda rahbar gap boshlab, "Biz yangi sirlarni ochishga juda yaqinmiz. Bemoringiz esa bir necha soatdan keyin baribir o'lib ketadi. Lekin agar siz rozilik bersangiz, biz uning ruhi bilan muloqot qilishimiz mumkin" deydi. Keyin Anna bemorni ko'rmoqchi ekanini aytadi. Bemor kelganida, Anna unga dorilarni berishlari kerakligini va bemorning roziligisiz tajriba o'tkazish noqonuniy ekanini tushuntiradi. Shunda rahbar ma'lumot daftarchasini olib, erkakning yaqinlari yo'qligini va bu haqida hech kim bilmasligi mumkinligini aytadi. Bu gaplardan keyin Anna nihoyat eksperimentga rozi bo'ladi va nihoyat bemor o'sha maxsus xonaga kiritilib, tajriba boshlanadi. Keyin ular ekran qarshisiga o'tirib, bemorni o'lishini kutishadi. Oradan ko'p o'tmay, jon uzilish jarayoni boshlanadi va hammaning ichida chuqur hayajon. Olimlar esa tezda joylarini egallab, vaziyatni o'rganishmoqda. Rahbar esa bo'layotgan ishlardan mamnun. Nihoyat bemorning joni uzildi. Amin.
Lekin olimlar bemor massasi faqatgina 21 grammga kamayganidan boshqa hech narsani kuzatishmadi. Keyin shifokor Anna kamera oynasiga yaqinlashadi va shunda dahshatli voqea sodir bo'ladi. Anna bemor ruhini ko'rib dahshatdan baqirib yuboradi. Lekin olimlar nima bo'layotganini tushunishmasdi, chunki ruh faqatgina shifokor Annaga ko'rinayotgan edi. Keyin to'satdan ruh bezovtalana boshlaydi, xuddi dahshatli nimadandir qochishga urinayotgandek. Shifokor esa biz uni qo'yib yuborishimiz kerak, u qopqonga tushib qoldi va nimadandir qo'rqmoqda deydi. Lekin olimlar uning gapiga ishonmay, u shunchaki o'yin qilyapti degan fikrga borib, Annadan spektaklni to'xtatishni so'rashadi. Olimlardan biri Annani chaqirib, balki siz charchagan bo'lishingiz mumkin, bir oz dam olib oling deb maslahat beradi. Ayol esa men aqldan ozganim yo'q deb javob beradi. Shu payt boshqa olim kelib, ularni chaqirib, ekranda qandaydir holatlar sodir bo'layotganini ko'rsatadi. Harakat ichkaridan tashqariga emas, balki tashqaridan ichkariga bo'layotgan edi. Keyin ruh Anna uni ko'rayotganini bilib, shifokordan yordam berishini so'raydi. Shu payt ruh nimadandir qo'rqib ketadi. Bu holat esa ekranda ham ko'rinadi. Rahbar esa nihoyat biz buni uddaladik, endi ajalni ko'rishimiz mumkin deydi. Shifokor esa bu ishimiz noto'g'ri, bundan yaratganning g'azabi kelishi mumkin deb qurilmani o'chirishlarini so'raydi. Lekin hech kim uning gapiga quloq solmaydi. Shunda Anna o'zi qurilmani o'chirishga qaror qiladi. Bu orada esa maxsus xonaning qobig'i yorilib, ichkariga nimadir kirgani ko'rinadi. Shu pallada Anna qurilmani o'chiradi. Ruhning esa yo'li ochilib, nihoyat osmonga ko'tariladi. Shundan keyin qurilmani yana yoqishadi. Olimlar esa nimalar bo'layotganini tushunmay qolishadi. Annani tinchlantirish uchun boshqa xonaga olib kirgan olimlardan biri shifokor nimani ko'rganiga qiziqib, ayoldan so'raydi. Ayol esa hammasi tugadi, ruh u yerdan ketdi deb javob beradi. Shunda olim, keyingi tajribamizda buni albatta bilib olamiz deydi. Boshqalar esa xona ichida hali ham g'alati holatlar bo'layotganini sezishadi. Balki qobiq yorilganida xonaga nimadir kirgan bo'lishi mumkin va endi u yerda qolib ketgan. Shunda olimlar biz uni ushladik deydi, lekin aynan nimani ushlashganini bilishmasdi. Rahbar esa bunga ishonmay, eshiklarni ochishni buyuradi. Olimlar esa biroz vaqt berishini so'rab, Annani chaqirib, undan xona ichida biror narsa ko'ryaptimi yoki yo'qmi so'raydi. Anna esa oynaga yaqinlashib, g'alati maxluqlarni ko'radi. Ulardan biri esa Annaga Jim degan belgi beradi. Shunda Anna olimlarga u yerda hech nima yo'q deb javob berib, eshiklarni ochavering, endi nima bo'lishini bilib olamiz deydi. Film esa shu yerda tugaydi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Kino Time. Bugun biz sizlarga dramatik triller Hayotdan keyin film haqida aytib beramiz. Filmda yosh o'qituvchi qiz avtohalokatga uchrab vafot etadi, lekin qizning tanasi bilan morg xodimi jirkanchliklar qila boshlaydi. Voqealar rivojini albatta filmni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Agar film sizga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Film boshida morg xodimi Elliot Deaconni ko'ramiz. U morgda ishlab, marhumlarni dafn marosimiga tayyorlaydi. Keyingi kadrda biz Anna Taylorni ko'ramiz. U o'rta maktab o'qituvchisi bo'lib, hozir yigit pol bilan yaqinlik qilmoqda. Ammo romantik vaziyatga qaramay, qiz bundan umuman rohatlanayotganga o'xshamaydi. Kechqurun Anna sobiq pianino o'qituvchisining dafn marosimiga keladi. U marhumga yaqinlashganida o'likning lablari qimirlagandek bo'lib, Annani dahshatga soladi. Lekin qayta qaraganida hammasi odatdagidek ekanini tushunadi va bu faqat tasavvur ekanini anglaydi. O'sha kechasi qiz Pol bilan hashamatli restoranda uchrashadi. Pol qizga kompaniya bosh ofisiga ko'tarilganini va shu sababli Chicagoga ko'chish kerakligini aytadi va cho'ntagidan uzuk chiqarmoqchi bo'lib, unga uylanish taklifini bildirmoqchi bo'ladi. Ammo Pol hali gapini tugatmasidan Anna uni aksincha ajrashmoqchi deb o'ylab, jahli bilan tortisha boshlaydi. Pol tushuntirishga urinadi, lekin Anna hech narsa tinglamay ketib qoladi. Qizning ko'ngli buzilganicha mashinaga o'tirib, kuchli yomg'ir ostida yo'lga chiqadi, lekin afsuski, avtohalokatga uchraydi. Keyingi sahnada Anna dafn uyida murdani tayyorlash stolida ko'rinadi. Yuzi oqarib ketgan, peshonasida esa jarohat bor. Oradan ko'p o'tmay Elliot kirib, qizni dafn marosimiga tayyorlay boshlaydi. Erkak qizni yechintirganida Anna birdan ko'zlarini ochadi va bu qayer ekanini so'raydi. Elliot hech qanday hayajonsiz,
sokin ohangda unga bu dafn uyi ekanini va u endi o'lganini aytadi. Shuningdek, Elliot Anna metal quvurlar ortilgan yuk mashinasiga urilganini va 8 soat avval halok bo'lganini qo'shimcha qiladi. Shunda Anna qo'rquvga tushadi. Elliotning gaplariga qaramay, o'zi o'lganiga ishonmaydi. Elliot esa uni faqat narigi dunyoga o'tish jarayonida deb tasalli beradi. Bu vaqtda Pol uyg'onib, Annaga bir necha bor qo'ng'iroq qiladi, ammo qizning buyumlari hozir Elliotning yonida va u Polning qo'ng'iroqlarini e'tiborsiz qoldirib, boshqa marhumlarning buyumlari saqlanadigan xonaga qo'yib qo'yadi. Annani hech qayerdan topa olmagan Pol uning onasining oldiga boradi. Onasi esa unga sodir bo'lgan avtohalokat haqida aytib, Annani vafot etganini bildiradi. Shu bilan birga, Annani yomon ob-havoda mashina haydashga yo'l qo'ygani uchun Polni ayblaydi. Dafn uyida esa Elliot Annaning jarohatlarini tikadi. Anna esa og'riq sezmayotganidan hayron bo'ladi. Oradan biroz vaqt o'tib, Annaning nogiron onasi dafn uyiga keladi. Ayol yig'lagancha Annaning murdasi bilan gaplashardi. Ketishdan oldin ayol Elliotdan qizining soch rangini tabiiy holiga, jigar rangga qaytarishni iltimos qiladi. Keyinroq Anna uyg'onib, xonada yolg'iz ekanini ko'rib, kuch yig'ib o'tirib oladi. So'ng xona telefoniga yaqinlashadi, ammo u ishlamasdi. Shu payt Pol dafn uyiga kelib, Elliotdan sevgilisini ko'rishga ruxsat so'raydi, lekin Elliot uni ichkariga kiritmaydi. Chunki Polning Annaga nisbatan hech qanday huquqiy aloqasi yo'q. Polning ovozini eshitgan Anna baqiradi, eshikni bor kuchi bilan uradi, ammo hech kim uni eshitmaydi. Keyin Pol politsiya bo'limiga borib, tanishi Tomdan Annani ko'rish uchun yordam so'raydi, ammo Tom ham bu borada hech narsa qila olmasligini tushuntiradi. Bu orada Anna xonani aylanib yurib, stol ustida yana bir marhum tanani ko'radi. Qiz o'zi ham shunday holatga tushmaslik uchun qaychini olib, Elliotni kutadi. Elliot kirishi bilan Anna unga hujum qiladi. Lekin Elliot bunga parvo qilmay, senga zarar yetkaza olmayman, chunki sen allaqachon o'lgansan deydi. Anna esa unga qarshi chiqib, agar o'lgan bo'lsam, qanday qilib gapirayotgani va hammasini sezayotganini so'raydi. Elliot shu payt o'liklar bilan gaplashish qobiliyati borligini ochib beradi, ya'ni u maxsus iste'dodga ega ekan. Shuningdek, Elliot Annadan hayotga qaytishga intilishni bas qilishni so'raydi, chunki 3 kundan keyin uning dafn marosimi bo'ladi va u abadiy qabrga qo'yiladi. Keyingi sahnada Elliot yana bir keksa ayol jasadini marosimga tayyorlamoqda. Shu payt Annaning o'quvchilaridan biri Jack kirib kelib, ustozini ko'rmoqchi ekanligini aytadi. Lekin Elliot marosim juma kuni bo'lishini aytib, boladan hozircha ketishni so'raydi. Ertasi kuni Elliot Annaga dafn marosimi uchun kiyadigan ko'ylaklarni olib keladi. Elliot chalg'iganida Anna uning cho'ntagidan kalitlarni olib qo'yadi. Keyin Elliot kasalxonadan yangi marhumni olib kelish uchun yo'lga chiqadi. Anna esa kalitlar yordamida eshikni ochishga urinmoqda. Elliot yo'lda benzin quyish uchun to'xtaydi va kalitlarni unutganini sezadi. Shunda darhol dafn uyiga qaytishga majbur bo'ladi. Bu orada Anna eshikni ochishga ulgurib, uyni ko'zdan kechirib, nihoyat telefon topadi. Darhol Polga qo'ng'iroq qilishni boshlaydi. Uzoq jiringlashdan so'ng Pol nihoyat qo'ng'iroqqa javob beradi, ammo bu ham tasavvurida sodir bo'lyapti deb o'ylab, tezda go'shakni qo'yadi. Shu payt Elliot ham kirib keladi. Qizni tinchlantirishga harakat qilib, oynaga qarashini so'raydi. Anna o'zini marhum holatda ko'rib, nihoyat o'lganiga ishona boshlaydi. Aynan shu paytda uy oldida turgan Jack Annani ko'rib qoladi va dahshatga tushadi. Yana bir g'alati hol ro'y beradi. Anna oyna oldida nafas olganda, oynada par hosil bo'ladi, lekin buni Anna ko'rib qolmaslik uchun Elliot tezda uni artib tashlaydi. Endi Anna rostdan ham o'limiga ishonganidan so'ng Elliotning tanani tayyorlash jarayoniga qarshilik ko'rsatmaydi va qanday ukol qilayotganiga ham e'tibor bermaydi. Keyingi kuni Pol Annaning maktabiga borib, uning buyumlarini oladi. Ketayotganida Jack unga yaqinlashib, Annani kecha qizil ko'ylakda dafn uyida ko'rganini aytadi, lekin Pol bunga ishonmaydi va Annaning o'lganini ta'kidlaydi. Dafn uyida esa bir politsiya xodimi o'z ukasining jasadini ko'rishga keladi. U jasad aynan Anna bilan bir xonada saqlanayotganini bilardi. Keyin ofitser Elliotdan ukasi bilan bir necha daqiqa yolg'iz qolishni so'raydi. Elliot xonadan chiqishi bilan ofitserning asl niyati ayon bo'ladi. U Annaning yalang'och tanasiga yaqinlasha boshlaydi. Qo'li bilan qizning yalang'och badaniga endi tegmoqchi bo'lganida Elliot qaytib kiradi va ofitserni xonadan chiqarib yuboradi. Pol uyga qaytayotganida birdan Annaning halok bo'lishidan oldin kiygan qizil ko'ylagini eslaydi. Bu unga Annaning ehtimol tirik ekanligini o'ylatadi. Keyin u shoshilinch ravishda dafn uyiga borib, Annani ko'rishni talab qiladi, lekin Elliot yana ruxsat bermaydi. Bu safar Pol uning gaplarini inkor etib, kuch bilan ichkariga kiradi va Annani chaqira boshlaydi, lekin javob yo'qligini tushunadi. Keyin esa u yerdan ketib, politsiya bo'limiga borib, Tomga Annaning hali tirik ekanligini aytadi. Ammo uning da'vosini tasdiqlovchi hech qanday dalil bo'lmagani uchun Tom unga ishonmaydi.
bo'lmaydi. Nihoyat dafn kuni keldi. Elliot Annani tobutga joylashtirib, yana dori yuborishga hozirlanmoqda. Shunda Anna Elliotdan o'zini so'nggi marta oynada ko'rishni so'raydi. Elliot esa ikkilanmay oynani beradi. Anna gapirayotganida oyna parlanganini sezadi. Shu lahzada u Elliot uni aldab kelganini va u hali tirik ekanligini anglaydi. Annani vahima bosib, qarshilik ko'rsatmoqchi bo'ladi, lekin Elliot dori yuborib, qizni yana hushidan ketkazadi. Bir necha daqiqadan so'ng hamma dafn zalida to'planadi. Oradan biroz vaqt o'tib, Pol ham keladi va uzukning Annaning barmog'iga taqadi. Shu payt Annaning lablari va qovoqlari biroz qimirlab qo'yadi. Buni sezgan Pol yana gallyutsinatsiya bo'lyapti deb o'ylab, tobutni yopadi. Dafndan so'ng Pol ichkilik ichmoqda. Elliot uning oldiga keladi. Pol esa Annani tiriklayin ko'mganlikda uni ayblaydi. Elliot, balki haqdirsan, borib o'zing tekshir deydi. Shunda Pol g'azablanib uni yoqasidan ushlaydi, lekin Elliot unga ko'p vaqt qolmaganini tushuntiradi. Pol vaziyat jiddiy ekanini sezib, qabristonga katta tezlikda yo'l oladi. Bu orada esa Anna tobut ichida uyg'onadi va kislorod yetishmay yordam so'rab qichqira boshlaydi. Pol mast holatiga qaramay, nihoyat qabristonga yetib keldi va Annaning tobutini qazib, qandaydir yo'li bilan Annani hushiga keltiradi. Anna ko'zlarini ochgach, Polga muhabbatini izhor qiladi. Shu payt Pol g'alati ovoz eshitadi. Keyin Pol dafn uyida o'ziga keladi. Elliot uning ustida turib, uni ham Anna kabi marosimga tayyorlamoqda. Elliot unga u aslida qabristongacha yetib bora olmaganini, yo'lda avtohalokatga uchrab, halok bo'lganini aytadi. Pol esa tupurdim senga deydi. Film ham ma'no mazmuniga tupurilganicha shu yerda tugaydi.